Assalomu alaykum. So'nggi yillarda mamlakatimizda ekologik muammolarning oldini olish, iqlim o'zgarishlarining oqibatlarini yumshatishga qaratilgan chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu o'rmon meliorativ tadbirlari Ekologiya vazirligi huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklari bilan birgalikda amalga oshirilmoqda. Jumladan 2018-2024 yillar davomida 1,865,000 gektar maydonda cho'l o'simliklarining urug'i va ko'chatidan yashil qoplamalar barpo etildi. Mazkur himoya o'rmonzorlarining 1,783,000 gektari cho'l o'simliklarining urug'idan, 82,397 gektari cho'l o'simliklarining ko'chatidan barpo etildi. Bu tadbirlar uchun qariyb 7,5 tonna saksovul va boshqa cho'l o'simliklarining urug'lari jamg'arildi. Yiliga 100 gektardan kam bo'lmagan maydonda saksovul niholxonalari tashkil etildi. Har yili o'rtacha 1000 tagacha texnika va mexanizmlar, samolyot va motodelta planlar jalb etildi. Joriy yil birinchi choragi davomida jami 126,000 gektar maydonda o'rmon barpo qilish va qayta tiklash tadbirlari amalga oshirildi. Shundan 124,000 gektardan ziyodi Orol dengizining qurigan tubi va Orol bo'yi hududlariga, 1,5 gektari boshqa cho'l hududlariga to'g'ri keladi. 18 ta o'rmon xo'jaliklari ko'chatchilikka ixtisoslashtirildi. O'rmon xo'jaliklari tomonidan 350 gektardan oshiq maydonda niholxona va ko'chatxonalar tashkil etildi. Shuningdek, tuproq iqlim sharoitiga mos daraxt va bo'talar turlaridan yopiq ildizli konteynerlarda ko'chatlar yetishtirish yo'lga qo'yildi. Hozirda 378,000 dona nihol ko'chatlar maxsus idishlarda ekilib parvarishlanmoqda. Keyingi yillarda O'rmon xo'jaligi agentligi tomonidan xorijiy tashkilotlar bilan hamkorlikda samarali ishlar olib borilmoqda. Jumladan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti bilan birgalikda tanazzulga uchragan o'rmonlar va boshqa yerlarni qayta tiklash loyihasi amalga oshirilmoqda. Loyiha doirasida Jondor davlat o'rmon xo'jaligida 45 gektar maydonda o'rmonlar barpo etildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan hamkorlikda ko'llar, suv botqoq yerlari va qirg'oq bo'yi hududlarni saqlash, boshqarish va tiklashga qaratilgan loyihalar olib borilmoqda. Xitoyning Shinjon ekologiya va geografiya instituti bilan hamkorlikda mamlakatimizning cho'l hududlarida sho'rlanishga chidamli galafit o'simlik turlari ekish loyihasi amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizning 5 ta hududi Arnasoy, Muborak, Qorako'l, Karmana va hamda Nukus tumanlari galafit bog'lari tashkil etiladi. Mamlakatimizning 5 ta hududi Arnasoy, Muborak, Qorako'l, Karmana hamda Nukus tumanlarida galafit bog'lari tashkil qilish uchun 10 gektardan ziyod yer maydonlari ajratilgan. Hozirda loyihalashtirish jarayonlari davom ettirilmoqda. Ahamiyatlisi cho'l va yarim cho'l hududlarida galafit o'simliklari ekilishi natijasida tuproq eroziyasi va sho'rlanish darajasi kamayadi va ekologik barqarorlikni ta'minlashga erishiladi. O'rmon xo'jaligi agentligi tomonidan 2025-yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yil 7-fevraldagi O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi farmonida belgilangan maqsad va vazifalardan kelib chiqib, mamlakatimizda o'rmonlar hududini kengaytirish, yashillik darajasini oshirish va cho'llanishning oldini olish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar belgilab olingan. E'tiboringiz uchun rahmat.